Ты еще стал популярный из-за своих высказываний, там всяких сув кабы, Suv kabi bo'l. Suv kabi. Suv kabi emas, suv kabi bo'lsa tilimiz. nima bu объясни. Ya'ni suv kabi bo'l, ya'ni ko'p insonlar motivatsiya bering, Tayson tog'a motivatsiya bering. Men vinam aytmas-ku. Ne нужен men, ya'ni motivatsiyaga. Keyin hamma O'zbekistonda, Rossiyada Tayson tog'a motivatsiya. Suv kabi bo'ling do'stim. Suv kabi. Keyin sasib ko'rpangdan tur. Yigit somsachi bo'ladi. Qiz boyvachcha bo'ladi. Yani böyle yani o'zim vaqtlarimda bekor o'tirgan vaqtlarim ko'proq choyxonada endi Registonda ishlayman. O'sha yerda ish yuritib, o'zim efirlarda gapirardim, odamlar gapini qo'yib chiqarib yuborardim videolarni. O'sha bilan zvezda bo'lib ketdi, ya'ni boynar. Yigit somsachi bo'ladi, hamma joyda Qirg'iziston, Qozog'istonda ancha trend bo'ldi, ko'rdingiz. Ya'ni hit bo'ldi yani. Jangdan keyin ham yanada hit qildim. Ya'ni yomon emas, ancha zvezda bo'ldim, ancha подписчик, ancha insonlar tanidi. Tayson deb. Тебе еще bari вызов tastaydi sаған. Vezib tashlaydi, menga har kuni vezib keladi. 10 ta 15 ta vezib keladi har kuni. Qarayman, endi ular bilan ya nimanidir talashib, ko'pi o'zimizdan keladi, ya'ni O'zbekistondan, yo Qozog'istondan, Qirg'izistondan keladi. Yani ular bilan endi qaysi birini urishayman. Men vaqtim yo'q, chunki men ishli odamman, har kuni ishimga borishim kerak, ishimda qilishim kerak, reklamamni qilishim kerak. Ya'ni ular bilmayman, endi zvezda bo'lish uchunmi vezib tashlaydi-da. Insofini bersa ularni ham.